Assalomu alaykum hurmatli chorvalar kanalining ashaddiy obunachilari. Obunachilar bugungi xudo xolasa yangi partiya. Pochkasi ochilmagan zo'llardan yetib kelgan. Bitta laykni aka joyiga shu maqlab keting. Siz uchun narx bu. Вообще arzon qilishga harakat qilaman. Asosiysi obuna bo'lib, kommentariy chiroyli bugunlashtiring. Xudo xolasa biz chiqarayotgan obzordagi partiyalar qo'ylar sizning xonadoningizga zo'llardan kirib borish xudo xolasa nasib qilsin. Obunachilar, podpiska degan tugmacha bor. Mana asosiysi obuna degan tugmacha bo'ladi mana. Har doim o'ng qo'lda turadi. Shuni essangiz, qo'ng'iroqcha chiqadi. Chalinmagan qo'ng'iroqcha. Mana o'zimda ko'rindi. Qo'ng'iroqcha shuni ezib turib, kimdadir uyga, kimdadir hammasi chiqadi. Ezib qo'ysangiz, mana qo'ng'iroq chalinadi. Hoji aka, mana shu bitta laykingiz, mana shu videoni obzorda keng tarqalishiga o'z hissangizni qo'shyapti. Hozir bitta laykni joyiga shuni mixlab qo'ying, bizga ham xohlasa motivatsiya beryapti. Zo'ridan chiqarishga harakat qilaman. Ammo oxirigacha videoni ko'rib turing. Mana layk. Masha layk bo'ladi. Obzorda ko'rib o'tirganingizda xudo xolasa bir niyat qilib layk shuni yozib qo'ying. Siz va bizga har doim zo'ridan nasib qilsin. Oxirigacha ko'rib turing. Bitta laykni bosib ketdik unda. Videoni har doim sizga aytib ketaman. Oxirigacha ko'rib turing. Bugun inshaalloh maxsus video qilib berishga men qo'limdan kelganicha harakat qilaman. Hoji buva bitta laykni, mana shu laykni joyiga shuni maqlab keting. Siz va bizga zo'ridan nasib qilsin. Assalomu alaykum hurmatli chorvalar kanalining ashaddiy obunachilari va bizlarni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Har doimgidek chorva ishqibozlari. Obunachilar, bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani, ya'ni Optimchi va Arzanchi nomini olib kelib turgan Tepaqo'rg'on qishlog'i, ya'ni o'zimizning xonadonga, xudo xolasa yana o'zimga 15 partiyaga yetib kelgan. 25 boshga yaqin xudo xolasa zo'rlarda yetib kelgan. Videoni oxirigacha ko'rib chiroyli bir laykdan bosib, kommentariyani xudo xolasa gullab turing. Narxni zo'r qilishga harakat qilaman. Ona bolani zo'rlar yetib kelgan. Bo'g'oz narxida bugun xudo xolasa ona bolalar chiqadi. Bolasi tayyorlarida. Obunachilar xudo xolasa bitta motivatsiyani siz bering. Dedi-yu, bitta layk sizdan, qo'ydi zo'ri bizdan. Xudo xolasa. Bugungi kunimizga 30-chi xudo xolasa oktyabr 2025-yil, haftaning bugun payshanba kuni. Hammani boshlangan kuni xayrli va barakotli bo'lsin. Hammani xonadonida shunaqa klassidan boqishlik xudo xolasa nasib qilsin. Obunachilar, bu birinchi partiyamiz edi. Birinchi partiyamizga ona bola, mana shu bolasi Qo'chqor, onasi Bo'g'oz. Xudo xolasa tez orada tug'adi, yaqin Bo'g'oz. Bolani qarang turishini. Onaning orqasini o'girgin. Onaning orqasini o'girgin. Mana, o'gir. Mana tag obunachilar. Arqa surchani. Obunachilar, xudo xolasa naqd Bo'g'oz dalani qo'yib, Qo'chqorni zo'riga qo'yilgan ekan. Ona bolani zo'rini, sifat udarini olaman degan akalarimizga bolani o'zini ko'tini o'girgan Qo'chqorni ham birinchi partiyamiz oldi. Xo'p, obunachilar, ya ikkinchi ya uchinchi bolasi endi shishakligida tuqqan to'mog'a avvalo nasib, xudo xolasa bemalol o'ylanmay olaverasizlar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, bo'ladigan narxi 11 million so'm bo'lsa telefon qilib aloqa chiqaring, dastlabkilarni qilib yetkazib beraman. Oldinlarni bitta grup qo'yiladi. Onasi xudo xolasa naqd Bo'g'oz. Ana Qo'chqor. Mana. Shak o'tmagan Qo'chqor endi o'tadi. Xudo xolasa 11 oylik mana Qo'chqorimiz. Ya 11 oy, ya 10 oylik bolasi. Onasi mana qorin ostida yotibdi. 11 million so'mga telefon qilib aloqa chiqaring, dastlabki qilib yetkazib beraman. Kuzatib boring, bitta layk Hoji aka, joyiga maqlab keting. Bundan bu yoqqa zo'rini olib chiqib harakat qilamiz. Unda ketdik ikkinchi partiyalarga. Inshaalloh toza elita G'isar dedi-yu, shunaqa sortidanga yetib kelgan. Obunachilar ikkinchi partiyamiz bo'ldi. Ikkinchi partiyamizga bu ham ona bola. Bolaning quloqini qarang. O bolasi urg'ochi, onasi birinchi bolasi mana. Chini ochib qo'ygan hali. Mana obunachilar birinchi bolasi ektish. Ekish bo'ldi. Xo'p, obunachilar, qo'yimiz ektish birinchi bolasi bola so'liq. Mana so'liqni qarang. O bola ham ko'tini o'rgimda, razrezini ko'rishsin-da. Mana razrezi. Tikka razrez. Ularni orqaga o'rgimda olib qo'y. Mana ularni razrezi. Arqa surgan ahana. Ina ahana bo'ldi. Hop, obunachilar, bolasi xudo xolasa mana bahorga qo'yasiz bolani. Hozirga to'g'ri kelmaydi, bahorga qochadi. Onasi dalani qo'y. Avvalo qochgan bo'lsa, xudo xolasa chiroyli bir tug'ib beradi. Zo'rini baqadigan akalarimizga yetib keldi. Hop, buni narxiga keladigan bo'lsak, bo'ladigan narxi aka
10 million so'mga Toshkentga doğru dastlabkasi mutlaqo bepul ketaveradi. Aloqaga chiqib bog'laning. Xudo xolasa ishingizni chiroyli bitirib beraman. Inshaalloh. Nima deyapti hoji aka? Toza narsani har doim siz qo'rangizga qamab qo'ying, hech qachon sizga bo'lmaysiz. 6 million so'mga bolani, inahini bermasa kerak. Bozorda o'zida ham 6 million so'mga ikkitish qo'ydi. Siz uchun 10 million so'mga bugun narx vobshe arzon bo'ladi. Rekordni inshaalloh bugun chorvanaxlarda xudo xolasa qo'yamiz. Narxni arzon qilish bo'yicha bugun qo'y olaman degan odamni xudo xolasa ishi bitadi. Qo'y olmayman degan odam ham bugun qo'y oladi. Bugun bizning kanalda xudo xolasa. Bolasi bo'lsa 5 oylik, 6 oylik qo'zimiz. Qulog'ini qarang. 10 million so'mga ketdi. Telefon qilib aloqa chiqaring. Obunachilar xudo xolasa aytadi-ku, menga yedagan narsa soat, yedagan narsa jo'nat, yeb ichishi zo'r bo'lsin degan akalarimizga vaqiga dehqonni qo'yi. Maza qilib boqadigan. Obunachilar bu bo'ldi 3-partiyamiz bo'ldi. Xudo xolasa 3-partiyamizga buni ham bolasi chevar, hali ko'paysin, sog'liqcha. Mana onasi xudo xolasa qochgan ekan, onasi qo'chqoq bilan yurgan. 100% ko'nglingiz to'q qila olaring, qo'y bo'g'oz. Ikkinchi bolasi tishini ochib qo'yganini 4 tish, toza 4 tish qo'yamiz mana. Mana och. Bo'ldi. Oltinsini qo'y chiqaryapti. Nimagaki, xudo xolasa bu yilga 3-siga tug'adi. Mana qo'zini qarang, 3 oylik qo'z aka, siz so'ragan mana. Bashi quloq uzunida. Xo'p, obunachilar buni narxga keladigan bo'lsak, aka bo'g'oz qo'ydi ham olishyapti. 8 million, 7,5 million. 7,5 million so'mga ketdi Toshkentga to'g'ri. Dastlabkasi aka vodiy bo'ylab mutlaqo bepul. Bitta like hoji aka, dastlab aytadi-ku, shu likeingizga chiqargan arzondan qo'yamiz. Arziza bitta like deb bosib kommentariyani fikringizni chiroyli bildirib keting. Sizga yu bizga nasib qilsin. Bolaning orqasini o'rgan, mana bolasining orqasi. Mana razrezi. Obunachilar qo'zini qarang. Ketaveradi. 7,5 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqing. Dastlabkasiga mutlaqo bepul. Qo'ydi qarang. Zo'rima olaman, sifat zo'r bo'lsin degan akalarimizga xudo xolasa bugunga yetib kelgan. Kuzatib boring. 4-partiyani olib chiqib obzor qilamiz. Ketdi kunda. Inshaalloh. Nima deyapti aka? Aytdim-ku, bo'g'oz qo'ydi narxida istagan ona bolani bugun men obzorda chiqaraman deb. Obunachilar bu bo'ldi 5-partiyamiz bo'ldi. Aka, mashham urg'ochi, mashina ham bola so'liq. Mana, inshaalloh. Onani ham aka, bo'g'oz to'dirasiz, bolasini ham o'zidan ko'payib aka sizga xudo xolasa barakali qo'y jo'nataman. Xo'p, obunachilar bu partiyamizga bolasi urg'ochi 3 oylik qo'zi, onasi 2 tish, birinchi bolasi. Xudo xolasa onasi qo'chqoq olma yurgan, avvalo nasib, boradi ko'nglingiz bo'lmasa bir qator qo'chqoqga qo'shib oling. Endi han tishini ochib qo'y. Mana tishi. 2 tish, ana shu tur. Toza 2 tish qo'yamiz. Bo'ldi. Quloq qarang, quloqni. Zo'rini va sifat udorini baqaman degan akalarimizga yetib keldi mana. Obunachilar buni narxga keladigan bo'lsak, bo'ladigan summa aytilyapti aka. Kuzatib boring-da, zeng soling aka. Narx qo'yilib turgan narxga solishtirib ko'ring. Baydaga narxlardan emas. 8,5 million so'm bo'lsa ketaveradi. Aloqaga chiqib olavering. Inaning orqasini o'girib qo'ygan. Mana, aka mana razrez. Arqa surtish inahini. Mana so'liq turishini qarang. Bolasini ham tortib oldiga. Mana. Aka bola inahini o'zini joyida ham 5,5-6 ga yaqin savdosi bo'lgan. Bermay keldim. Jup sotaman deb. 8,5 million so'mga bo'lsa ketdi. Bola hani endi 3 million so'mga bozorda ham bermaydi. Hech qachon. O'zingizni solishtirib ko'ring. O'g'irga bola hanimda bola inas tursin deb. Mana qo'zini qarang, qulog'ini. 8,5 million so'mga bo'lsa ketaveradi. Aloqaga chiqib bir bog'laning. Ishingizni bugunga aka xudo xolasa realni qo'ya olaman deb bugun menga aloqaga chiqing 22-20 ga ishingizni xudo xolasa bugun inshaalloh bitirib beraman. Niyat qo'ying aka. Qo'yimni savdo qilmasangiz ham bir motivatsiya beradigan gapni kommentariyaga bildirib qo'ying. Xudo xolasa siz uchun zo'rlarni olib kelishga men harakat qilaman. Har doim 8,5 million so'm bo'lsa ketdi. Aka so'ragan toza elitnoy so'luqlarni zo'rlari yetib kelgan. Obunachilar bu partiyamizga 2 dona aytadi-yu aka garbanos solishtirib ko'ring. Garbanosga bir nazar soling. Quloqlariga, qo'y sifatiga, asosan bir sifatiga xudo xolasa bir nazarni solib kuzatib qo'ying. Xudo xolasa zo'rini so'ragan akalarimizga inshaalloh mana zo'rlaridan. Inshaalloh turishni qarang so'luqlardi. Xo'p, obunachilar sarig'i qo'zi, 6 oylik qo'zi sarig'i.
Xolasa mana zo'rini, chiroyligini olaman degan akalarimizga. Bunisi qo'zi, unisi 4 ish. U bitta qo'y tuqqan qo'yimiz. Bu hali tug'magan. Mana sog'liq. Xo'p, obunachilar, ichini ochib qo'yash. Kashtangni ichini och. 4 ish, toza 4 ish qo'yimiz mana. Och. Bol. Xo'p. Bunisi ham ichini ochib qo'ysam mayli. Ko'rsatda qo'zi tushali bu mana. Bol. Quyoshda ko'rinmaskan yaltirab. Xo'p, obunachilar jupiga sotaman. Sotiladi o'zi ham, kelishilgan holda sotiladi. Xo'p, jupiga keladigan bo'lsak, obunachilar 6 million so'mdan 12 million so'm bo'lsa ketaveradi. Telefon qilib aloqaga chiqib oling. Solot aka. Haqiqat ko'rganda yonib qoladi ekan. Haqiqat kallarni burgan saratimda garbanosini qarang. Inshaalloh hammamizga nasib qilsin. Shunaqa zo'ridan boqishlik. Arqalarni o'g'inglarga qo'yiladi. Arqa razrezlarni, mana razrezlari. Xudo xolasa qo'chqor bilan yuribdi aka. Avvalo kuningiz bo'lmasa bir qator qo'chqordi. Zo'riga, sifatiga qo'shib bir bolani oling ikkovdan. 6 million so'mdan 12 million so'm bo'lsa, barcha viloyatga kelishilgan holda dastlabkasi bor. Vodiy bo'ylab asosan tekin Toshkentga doğru. Bu yog'i bo'lsa, chiroyli bir kelishib olamiz. Inshaalloh. So't aka haqiqiy qilichi, badani semiz qo'ylar, yemini yeb turgan. Boradi, xudo xolasa bir maza qilib, yeng-badasha boqaverasiz. Sariq kallarni burgan bag'roqqa mana qo'ydi qulog'ini qarang, qulog'ini tashab qo'yishini. Qulog'ini o'lchab aytadi-ku. Keragi yo'q, hali dollar sotib qilishdi. 700 dollar, 800 dollar qo'yib 6 million so'mdan oddiy so'mga, aka. Shu like arziyaptimi? Like esingizdan chiqib qolmasin, xudo xolasa. Bizda har doim shunaqa zo'ri, sifatligi oddiy so'mga chiqib boraveradi. Kuzatib boring, bundan keyingi yana zo'rlarini olib chiqib obzor qilib yoritaman. Xo'p, obunachilar so'ragan tayyor to'g'li so'rovlar va qo'shqonlar yetib keldik, xudo xolasa. Bundan keyingi kuzatib borsangiz, Afg'onga qo'shilgan Afg'onning bolalari, qo'zlari ham yetib kelgan. Videoni ozgina vaqtingizni sarflab qo'ying, xudo xolasa qisqaroq qilishga harakat qilyapman. Faqat siz uchun. Bitta like jegisini dirsilatib keting, xudo xolasa hammamizga shunaqa zo'ridan boqishlik nasib qilsin. Bu partiyamiz bo'ldi, 6-partiyamizga bir jup, biri qo'chqor, biri so'liq. So'ragan akalarimizga xudo xolasa mana. Xo'p, obunachilar, mana so'lig'i, mana kashtanga qo'chqori aka, mana unda qanday bolani olib bir maza qilib yuring. Narxini eshitasiz, xudo xolasa yo'lda qilib beraman. Chiroyli qilib. Xo'p, so'lig'i 7 oylik, bu ham 7 oylik. Qo'chqorni egizakchi edi, qo'chqori. Egizak so'lig'i bor edi, sotdik Qo'qonga hojibomizga berdik so'lig'ini. Ikkovi ham hali qo'zi tish buzmagan. O so'liq quloq, garbanosini qarang. Quloqni tashab qo'yish, quloqni tuzib qo'yish, mana quloqni qarang. Qo'chqorni ham hamma yo'q o'ziga xudo xolasa chiroyli yarashgan. Xo'p, obunachilar, bularni narxiga keladigan bo'lsak, aka bo'ladigan narxi, summasi talashmayman, arzon qo'yib beraman. 8,5 million so'm bo'lsa ketaveradi, telefon qilavering aka. Endi solishtirib ko'ring narxni. 8 million 500 ming so'mga Toshkentga doğru dastlabkasi mutlaqo bepul telefon qilib bog'lanavering. Mana so'liq qarang turishini. Inshaalloh. Ket 8,5 million so'mga telefon qilib aloqa ishingizni chiroyli bir bitirib beray. Bir jup zo'rini olaman degan akalarimizga yetib keldi mana. Mana hammashilar. Xo'p, kuzatib boring, xudo xolasa bundan keyingi yana zo'rlaridan bir hapchika obzor qilishga harakat qilamiz. Ketdik unda o'shalarga. Inshaalloh. Obunachilar, bu san'at asarini siz kuzatib boryapsiz. Hozir shunaqa mana zo'rlardan mana hammamizga nasib keldi mana. Bu partiyamizga 7-partiyamiz bo'lib ketdi, xudo xolasa. Qo'y ko'p bugunga. Shuncha tez-tez obzor qilib yorityapman. Xo'p. Bunisi qo'chqor, nargisi erkagi. Yo, bunisi so'lig'i, bunisi qo'chqori. Bir jup chiroyligini boqaman. Ikkovda ham tumor bo'lsin degan akalarimizga mana ikkovini ham tumori bir xil. Obunachilar, xolasa chiroyligidan. Xo'p, yoshlari 6 oylik, shunaqa 6 oylik o'tgan. Menimcha 7 oylikdan ham shunaqa abad 7 oylikda mashqozlar. Biri qo'chqor, biri so'liq. Sifatini so'ragan akalarimizga inshaalloh bugunga mana yetib keldi. Xo'p, obunachilar, bularni narxiga keladigan bo'lsak, hojaga siz uchun katta mashina ham arzon narxda. 8,5 million so'mga bu ham ketaveradi. Solishtirib ko'ring, qo'chqorni ham bermasa kerak, bozorda ham 42-43 ga. So'lig'ini qarang. Ketdi 8 million 500 ming so'm bo'lsa Toshkentga doğru dastlabkasi mutlaqo bepul aloqaga chiqib bir bog'laning. Ishingizni men chiroyli bir bitirib beray. O'zi turishini qarang. 8 million 500 ming so'mga dastlabkasi aka.
Shu vodiy bo'ylab mutlaqo bepul. U yog'i bo'lsa kelishamiz. Toshkentga xudo xolis yetkazib beraman. Meni bo'ynimga dastlabkasi. 8,5 million so'mga. Qo'zi ichini ochib qo'yinglar, mana shu qo'zlar ichini. Mana. Bo'ldi. Qulog'ini qara. Qulog'ini o'sha so'lit qulog'ini. So'lit qulog'ini. Ana. Quloqni qarang. Orqaga o'girib qo'ylash, razrezini ko'rishlar. Mana razrezlar. Inshaalloh hammamizga nasib qilsa shunaqa zo'ridan boqishlik. Yoki ketaveradi 8 million 500 ming so'mga telefon qilib aloqa chiqib oling. Go'dalari ham zo'r qo'yiladi. Mana obunachilar. Xo'p, kuzatib boring. Yana aka zo'rlari aytadi-ku, haligi gapirsam, gapim qo'ydi oldida gapim ojiz. O'shalarda yetib kelgan, o'shalarda olib chiqib, abzor qilamiz. Mana. Mana qarang. Ketdi gunda u partiyalarga. Alloh, hoji aka mana. Appag'idan, bodam gulidan bo'lsin degan akalarimizga 2 dona, xudo xolasa bodam gullaridan yetib kelgan so'lg'ularni qarang. Bir jup. O'ta zo'rini, kilasini olgaman degan akalarimizga xudo xolasa mana. Obunachilar. Inshaalloh hammaga nasib qilsin. Shunaqa zo'ridan har doim boqishlik sizni bizga xudo xolasa nasib qilsin. Mana bir jup chiroyligini olib boqaman degan akalarimizga xudo xolasa bugunga yetib kelgan. So'lg'ularni qarang. Obunachilar yoshlari 5 oylik plus urg'och so'lg'ularimiz. Asosiysi 6 oylik bular ekan, xudo xolasa katta yirik qo'ydi bolalari. Onalari afg'on ekan, afg'on. Otalari arashan. O'sha deyishdi avvalo aka bizga shularda kelgan ma'lumot sizga aytamiz. Mana bir jup appag'ini xudo xolasa so'ragan akalarimizga xolasa 2 dona chiroyligida. Xo'p, obunachilar narxi keladigan bo'lsak, bo'ladigan narxi Toshkentga davr 4 million so'mdan telefon qilib aloqa chiqaring. 8 million so'm bo'lsa 2 ona jup ketadi. 8 million so'mga telefon qilib aloqa chiqaring, xudo xolasa dastlabkani chiroyli bir yetkazib beraman. Mana so'lut zo'rini, sifatligini olaman degan akalarimizga bir jup. Bahoriga bir qo'chqorni qo'shib, bir maza qilib bolani olib ko'paytiraverasiz, xudo xolasa. Mana so'lg'ularimiz 8 million so'mga ketaveradi. Quloq qarang, bundan quloq obunachilar. Inshaalloh. Zo'rini, chiroyligini boqib ko'paytiraman deysizmi mana. Telefon qiling aka, bugun qo'y olaman degan odamni xudo xolasa ishini chiroyli bilib bitiramiz. Mana obunachilar maza qilib bolani oladigan. Ikkoni bitta odamga sotaman, ishqiboziga bo'lsa yetkazib beraman. 4 million so'mga telefon qilib aloqa chiqaring. Xudo xolasa dastlabkilarni Toshkentga doğru uyushtirib beramiz, chiroyli qilib. Aka bu asosiysi xudo xolasa naslga-ta, zotga, bir ishqiboziga, hobbisiga bolasini olib yuraman degan akalarimizga ketaveradi. Xo'p, obunachilar kuzatib boring. Bundan keyinga yana zo'rlari arzon narxlardagi qo'ylarni olib chiqib, xudo xolasa abzorini qilib yoritamiz. Xudo xolasa ketdi gunda o'shalarga. Arqa razrezlarni to'g'ri qilinadi. Mana shunaqa. Bu mana afg'onni qo'lsi ekan, bunisi ham obunachilar bir jup. Telefon qilib aloqa chiqqan keyin ishingizni chiroyli bitiramiz. Oldin o'giringlar bo'ldi. Quloqlarni ko'rsangiz haqiqiy shalpon quloq. Xo'p, kuzatib boring ketdi guna narigi partiyalarga. Inshaalloh 2 dona bir jup chiroyligini menga biri qo'chqor, biri solo bo'lsin degan akalarimizga xudo xolasa mana bugunga mashq qo'ydi narxi aka. Nima so'radi? Bugun yetib kelgan. Arzonidan xudo xolasa bugunga yetib kelgan. 5 oylik mas solig'i. Baldag'i bor, urg'ochisi, bunisi qo'chqori. Obunachilar 5 oylik, biri qo'chqor, biri so'liq. Bu hoji buvamni qo'ya. Hoji buvam mashq qo'ydi ko'rib turgan bo'lsangiz, siz bitta like deb bosib qo'ying o'zingizni qo'yingizga. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, obunachilar bir bomba bo'lsin. Bugun chorva narxlarida xudo xolasa bir aytadi-ku, bugungi kun to bo'lmaydi qaytib xudo xolasa. 6,5 million so'mga ketaveradi. 3 million 250 ming so'mdan 6,5 million so'm bo'lsa Toshkentga doğru xudo xolasa bir chiroyli bir yetkazib beraman. Telefon qilib aloqa chiqaveringga. Qalay bo'ldi narxi? Bugun like-ni ayamay bosing. Like-ni bosib ko'ring bugun. Xolasa narx sinar inshaalloh. 6 million 500 ming so'mga Toshkentga doğru mutlaqo bepul dastlabkasi yetkazib beraman. Telefon qilib aloqa qilsangiz, ishingizni chiroyli bir bitiramiz. Qo'ydi baqqan odam haqiqiy zo'r odam ekan.
gaplashib oldim o'zim ishqiboz bo'lib. Shunga xudo xolasa arzon qo'yib beryapman. Arqalarni o'rgan. Ana. Arqaga sut so'lig'ini. Suymiz ekan bazani. Bo'ldi. Oldini ko'rsatinglar, oldini. Qulog'ini qarang. Hoji buvam o'zlari mana endi hoji olib 7 million 400 ming so'mga bermagan ekanlar mana shu ikki qo'yni. 7 million 400 ming so'mga Farg'onadan akamizga bermagan ekanlar. Men ularga hozir bitta so'liq berdim, menga berdilar ikkovini. Sizlar uchun aka 6 million 500 ming so'mga xudo xolisa yetkazib beraman. Chiroyli qilib. Dastlabkasi ham meni bo'yimga telefon qilib aloqa chiqaring. Bugun qo'ya olaman degan odamni xudo xolisa ishini albatta bitiramiz mana. Bir jup, biri qo'chqor, biri so'liq. Hadam ya so'liq qochadi. Qo'chqorni ikkovdan bolani olib yuraverasiz. Xo'p, yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, chiroyli qo'llab-qo'tlab turish esdan chiqmasin mana. Kallan qo'chqordi. Qulog'i 18 ekan qo'chqorning qulog'i. So'liqning 18 plyusmi yoki 18 mi shunaqa so'lig'ini ham. O'zlari aytdilar, o'zlari o'lchagan ekanlar, ishqiboz bo'lib. Xo'p, kuzatib boring. Oxirga bo'ldi. O'shalarni obzor qilib, unda yoritamiz ketdi kunda. Obunachilar, bu partiyamizga bitta qo'ydi bolasi, ikkalasi ham egizak. Quloq qarang ekan. Haqiqiy zotli qo'y, naslli qo'ydi bolasini olib ko'paytiraman degan akalarimizga bir jup maxsus yetib keldi. Egizak. Bitta qo'ydi bolasi xudo xolasa 5 oylik plyus qo'zlarimiz. Qo'zlarda turishini qarang. Zo'rini, chiroyligini baqaman degan akalarimizga mana. Xo'p, obunachilar, egizak ko'nglingizni 100% to'q qila olavering. Egasi o'zi aytdi-ku, o'zim tug'dirib, o'zimni qo'yimda bolalari dedi. Har yil sotadilar. Shunaqa ikkita qilib har yil olib chiqib sotadilar. O'sha bu yilgisi bizga nasib qildi mana. Xolasa inshaalloh qo'zlar o'xshashini bo'lsangiz bir tom suvga o'xshaydi ikkalasi. Xo'p, obunachilar, bularning narxiga keladigan bo'lsak, bo'ladigan narxi 8 million 500 ming so'm bo'lsa, dastlabkani qilib yetkazib beraman. 8,5 million so'mga Toshkentga dor mutlaqo bepul xudo xolasa kirib boradi. Telefon qilib aloqaga chiqing. Arqalarni o'rib qo'yiladi, arqalarni. Mana razrezlari. Mana bir xil ikkovi. Qip-qizil, chiroyligini, zo'rini olib boqaman degan akalarimizga ketaveradi. Qulog'ini o'tkazib qo'y, qulog'ini. Mana. Obunachilar, oldini o'giringlar, oldini. 8,5 million so'mga telefon qo'ying aka. 4 million 250 ming so'mdan mashq qo'ydi. Hadamay bo'g'oz qilib bahorga. Ikkitadanga bolahini olib, maza qilib ko'paytirasiz. Kallarni o'g'ircha baqing kallarni. Ular ana. O'zlar turishini qarang. Inshaalloh. Zo'r, sifatli, nasllik, zo'rini baqaman degan akalarimizga ketdi. 8 million 500 ming so'mga telefon qilib aloqa chiqaveramiz. Obunachilar, va nihoyat oxirgi partiyamizga bir Qirg'iziston, Bishkek aka toza naslli, oyoq qo'li baquvvat, uzunini so'ragan akalarimizga mana. Xolasa yetib keldi. Oxirgisiga bir antika zo'r chiqarib beraman. Faqat siz uchun Hoji aka boshida like esingizdan chiqqan bo'lsa, oxirida bitta like ni bosib qo'ying, niyat qilib. Obzorimiz, videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like ni bosib, mixlab qo'ying joyiga, kommentariyani gullatib. Yoshlar 6 oylik qo'zimiz bahorga qochadi. Hozir qo'ysangiz ham qochadi, sal suyagi pasayib qoladi. Bahorga qo'ysangiz, xudo xolasa bir maza qilib bolani olib ko'paytiraman degan akalarimizga ketdi. Xo'p, narxi 4 million so'mga dastlabkani qilib yetkazib beraman. Aloqaga chiqaring aka. Toza narsa so'ragan akalarimizga toza Bishkek, Qirg'izistonda xudo xolasa urg'ochi sog'lig'imiz mana. Quloqni qarang bunday, quloqni obunachilar. Hammamizga nasib qilsa shunaqa zo'ridan boqishlik har doim 4 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqaring. Quloq zo'r 6 oylik qo'zi sog'lig'imiz. Mana turishni qarang. Bundachilar arkasini o'girib qo'ygan, razrezi ham cho'tki, tikka razrez. Mana. Bo'ldi. Alloh. Obunachilar, videolarimiz yoqqan bo'lsa, bizning kanalimizga siz obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lib, bittadan qo'llab, bittadan like ni bosib, chiroyli bir kommentariyaga fikringizni va xolosini qoldiring. Aytaman-ku, kanalimizda shunaqa har doim arzani bizda bo'ladi. Zo'rlari, chorva narxlarida. Bitta like ni bosib, qo'llab-qo'llab turish esdan chiqmasin. Videomiz yoqqan bo'lsa, xursandmiz. Kechki dasturga aka chiqadi, videoni ko'rib turibsiz bilaman, telefon qiling. Bugun ishingizni men bitirib beraman. Chiroyli qilib. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.